Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Voice Parking. Obunachilar, bugungi videoda mashinamni olib qochamiz. Chunki o'tgan videoda CD2 ketayotganimda rosa bosuvdim. O'shanda rosa shtraf bo'lgan ekan. U shtraflarni men bilmasdan yuraverganman. Shuning uchun mashinamni shtrafga olib kirib qo'yishgan. Hozir mashinamni olishga keldim. Politsiyaga xona bilasizlar, CD2da endi kelganman, tanishlarim ham yo'q, shuning uchun faqat mashinam bor. Iliani uyni ham sotib oldim. Sekin boramizda mashina ikkinchi pultda bor menda, o'shandan sekin qochaman. Sizlarga anchadan beri video chiqmadi, shuni olib qochishni plan qilyotgandim. Mana mashinam tonirovkani ham ishlab tashuvdim. Boshqa qo'ydirganman. Chunki u kechasi yurib bo'lmayapti. Sekin o'tiraman-da, qochaman. Sekin ishni olmaganda chiqib ketamiz. Tezroq qochish kerak endi. Tezroq qochib, hozir mashinamni uyimga, garajgami yoki nimadir qilib bekitib qo'yaman. O'tman yangi bo'lganim uchun o'tni bilmayman, shuncha navigatordan lokatsiya so'rab olaman. Tez borishim kerak. Erta уже qidiruvga berishadi mashinam. Lekin men mashina sura olmayman. Bu yerda taksi xatta bilmayman ham. Menda faqat taksi CD1da ishlaydi. Shuning uchun tezroq borib olishim kerak. Bu yerda kameralar yo'q, chunki shahar ichi u tez bosadigan joyda kameralar bo'ladi. Kemandan da keltirib shu mashinada endilikda qidiruvga berishadi, chunki olib qochdim. Balki qamab olishar. Nimaga farqi yo'q, menga mashinam qilib. Endi sekin tepaga chiqib uxlayman. Ertalab bo'lganda videoni yoqaman. Hammaga xayrli tong obunachilar. Ertalab ham bo'ldi. Hech qanday xabar kelmadi. Politsiyaga kelsa shtrafini to'layman bo'ldi. Nexamni qaranglar, chunki buni obunachim podarka qilgan. Mana chotki. Lekin buni podarka qo'yaman. O'zimga boshqa mashina olmoqchiman. Tezroq yuradigan. Endi sekin chiqib olamiz deb bitta aylanib kelamiz. Bakoylarga qarab ehtiyot bo'lib qirmasdan. Chotki. Drift. Uyda narsa qolib ketibdi-yu, hozir obunachilar. Uyda to'g'ri pulim qolib ketibdi. Hozir pulimni olsam videoni yoqaman. Yo'lda obunachilar pulimni oldim. Endi bosamiz. Obunachilar besh baholarga o'q ostami, maktab yaxshimi, tinchmi?
kommentariy yozib qo'yinglar, necha bahoga o'qasizlar. Bitta buksavat qilib beraymi? Hozir men mashina yursin. Buksavat cho'tkasini qilib beraman. Keyin ana videoda shivirlayotgan ovozlar nimadanligini bildim. Bu video o'tganda kolonkaga qo'lim tegib keturganda o'shanga shivirlarkan. Lekin tutun chiqmadi. Mayli. Mastirish kerakmi? Mastirish kerakotgan ekanman. Uyga narsa zakaz qila qoling. City birga ham borib kelishim kerak. Mana shunga qo'yaman. City birdagi uyimni sotib olsam mumkin, shu yerda yashab yuraman. Tinchgina narsa zakaz qildim. Bo'ldi obunachilar. Yeb oldim, qornim to'ydi. Endi lekin yeyotganda esinglarda bo'lsa, kuryer noqonuniy kuryerda ishlatdim. O'sha boss telefon qildi, menga ishlasammi dedi. Meni bizneslarim bor, to'g'ri bitta. O'shanga o'ylab ko'raman dedim. Lekin menga o'sha xavfli ish kerak emas. Xavfli ishni nima qilaman o'sha? Yaxshi, pulim ko'p. Bemalol 3-4 даже 10 talab boshqa qo'ya olaman. City birga borib kelishim kerak edi, biznesim. Biznesdan pul yig'ishtirib kelishim kerak. Qatta edi bitta. Men kalakat surib qo'yaman. Endi ishtirib kelsa vaqtni to'lab qo'yaman. Puldan muammo yo'q-da, o'shaning uchun yo'q deyman. Bekorga noqonuniy ish deb qamalib ketib, u yog'iga pulim yordam bera olmaydi. Masalan, hozir mashina ursam, pul bilan bitta qila olaman. Nimadir bo'lsa, pul bilan qila olaman, lekin qamalsam pul yordam bera olmaydi. Chunki o'sha bu noqonuniy. Uy, jada tez yurolmay urmasam bo'ladi. Nexia deydi. Sizlarga qanaqa mashina yoqadi? BMW, Mercedes, Cobalt, Gentraman. Harakat. Va balalar kirib qopdi-yu, ba'zir. Voy be. Endi nima qilaman? Endi buni evakuatorda olib borishim kerak. Olib borgandan keyin videoni yoqaman obunachilar. Unga ham pulim to'lab berishim kerak. Tushunay, brat. Mana obunachilar evakuatorda bir amallab olib kelib oldik. Mana mashina pachoq. Endi buni ustiga topshirib ketdim. Biznesdan pul yig'ishtirib olaman-da. Keyin evakuator o'ziga $3000 to'ladim. Benzin. Mana qaranglar, 17 kilometrmi joy chiqdi. Shuning uchun mana City-ga ham anchadan beri kelmadim. Aylanib bir qoldim-da. Keyin obunachilar, keyingi video sizlarga chotki video bo'ladi, yengili bo'ladi. Bu videoni ko'rsanglar yoqadi sizlarga. Shuning uchun like bosib qo'yinglar. Keyingi video serial emas, boshqa video. U yoqadi degan umiddaman.
Nima bo'lar? Soya qayerdan keldi? Mayli. Shunga kommentariyada yozib qo'yinglar. Sizlarga video yoqadimi, yo'qmi? Qanaqadir ideya bo'lsa ham yozaveringlar. Nimadir o'rganish kerakmi, nimadir kerakmi, yozib ko'ringlar. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin mashina beringlar demanglar, mashina bera olmayman. Chunki hamma mashina kerak. YouTube'ga videoga kerak bo'ladi. 600 ta bo'lsa yaxshi bo'ladi, lekin 9 ta qolgan. 600 ta bo'lishimiz kerak. Hop, mana 89,000 dollar. Chotki. Endi uyimga borib turaman, mashina remont bo'lguncha. Lekin obunachilar 600 ta bo'lsam, keyin 700 ta, keyin 1000 ta, keyin 2000 ta shunaqa qilib. Hozircha lekin GameGuard ishlamayapti. GameGuard admin bor, u hozircha yo'q qoldi negadir. Unisi ham mayli, GameGuard hozir akkauntga GameGuarddan narsa tashsa ba'yapti. Shuning uchun vaqtinchalik ishlamaydi. Agar to'g'rilansa, GameGuard admin yana ishlaydi. Hozir mashina ustidan chiqqungacha men dam olib turaman. O'tvoring. Keyin biza Bekstockga, Denzi, Zidox, Mbabanike, GS, yana Faykajon, Muzalov hammamiz guruh ochganmiz. Blogerlar degan shu guruhga qo'shilmoqchi bo'lsanglar, sizlar ham YouTube'da normalniy katta mendagi videolar olishinglar kerak. Ana aktivinglar yaxshi bo'lib, sifatli video olsanglar, o'shanda qo'shilish imkoniyati bo'ladi. Men hozir dam olib, mashina ustidan chiqsa, videoni yoqaman. O'lla obunachilar, mashina bitdi. Lekin men bir kun uxlavordim. Chunki mashina bitishini kutib uxlavordim. Shuning uchun mana ertasi kuni bitdi. Chotki mashina, keyin mashinaga usti 360 kamera ham qo'shibdi. 6 xil bo'ladi u. Mana hozir chiqolinglar ko'rsataman. Xo'p, bu birinchi litso, mana bu ikkinchisi. Mana bu uchinchisi, bu orqaga yursangiz orqani ko'rsatadi. Mana orqaga yursa orqani ko'rsatadi, oldiga yursa oldini ko'rsatadi. Shunaqa. Mana bu to'rtinchisi. Faqat oldini ko'rsatadi. Mana bu 5. Buni to'g'rilasa har xil bo'ladi. Mana bu 6. Bu mashina uzoqdan ko'rsatadi. Bitta buksavat qilib berishadi. Bernam. Ana. Ko'rasizlar. Уже CT1da tanishlar ko'p. Keyin menga CT2dan palsiz kelib, CT1ga ana ratsiyadan gapirishgan. O'shanga men unga bilasizlarmi, mashinani shtrafnodan olib qochganimga 20,000 dollar shtraf to'ladim. Menga uchi paha. Shuning uchun men bu Nexa'ni padarka qo'yamanda yangi mashina olmoqchiman. Bu yangi mashina keyingi videoda olaman. Hammaga xayr obunachilar, video tugadi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyin ideya bo'lsa ham yozaveringlar. Va keyingi qism chiqishi uchun har doimgidek 50 like. Bo'pti.